Yolg'on gapirishga ruxsat berilgan joylar bo'ladi. Qachon? Ikki kishini o'rtasini isloh qilish uchun yolg'on gapirsa bo'ladi. Hadislarda kelgan. Ikki kishi bor, ikkita mu'min bir-biri bilan arazlashib qolgan. Haligi mu'minga bir mu'minni ikkinchi mu'minga kelib aytasizki, falonchi sizni yaxshi ko'rar ekan. Sizga bo'lgan munosabati yaxshi ekan u odamni deb isloh qilish uchun gapirish mumkin. Xotinni o'rtasini tuzatish uchun gapirish mumkin. Keyin jang maydonida dushman bilan jang qilganda yolg'on ishlatish mumkin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jang hiyla va nayrangdir deganlar. Chunki dushman tomon hiyla nayrang qiladi, siz qilmasangiz. Boshqa joyda yolg'on gapirilmaydi. Yolg'ondan to'xtash kerak bo'ladi. Endi mana shu o'rinda doimiy eshitgan bir qissalaring Junayd al-Bag'dodiy degan bir zot o'tganlar, taqvodor, solih bandalardan bo'lganlar. O'sha kishi yoshgina bola bo'lganlar, bir joyda o'tirsalar, bir odam yugurlab kelib, meni ortimdan dushman quvib kelyapti. Men mana bu masjidga kirib berkinaman, meni masjidga kirganimni aytmagan dedi va kirib ketadi. Haligi odam kirib ketgandan keyin orqasidan quvlab kelganlar Junayd al-Bag'dodiyga qarab, "Shu bitta odamni ko'rmadingmi?" desa, "Ko'rdim" deydi. "Qani?" desa, "Mana masjidga kirib ketdi" deydi. Ortdan kelganlar rosa masjidni qidirib, haligi odamni topolmay ortiga qaytib ketadi. Biroz vaqt o'tgandan keyin haligi odam masjiddan chiqib Junayd al-Bag'dodiyga qarab aytadiki, "Ey bola, nimaga meni sotding?" desa, Junayd al-Bag'dodiy aytadiki, "Bilasizmi, sizni joningiz omon qoldi. Ular sizni topolmadi. Allohu taoloning huzurida rostgo'ylik degan bir qilich bor, hamma narsani kesib tashlaydi. Agar men aldaganimda sizni topib olardi" degan. Biz gohida aldab najot topmoqchi bo'lamiz, lekin halokatga o'zimizni tashlagan bo'lamiz aslida, bilib qo'yinglar. Aslida inson sodiqlik bilan, rostgo'ylik bilan juda ko'p narsalarga erishadi. Ya'niki siddiqlik, rostgo'ylik degan go'zal sifatni yo'qotish bu dunyoni topishga arzimaydi azizlar. O'shaning uchun musulmon kishi yolg'ondan to'xtashi kerak.